Assalomu alaykum. Birinchi mavzu o'zgarmas koeffitsiyentli chiziqli differensial tenglamalar. Mavzu rejasi bilan tanishtirib o'taman. O'zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglamalar tushunchasi, bir jinsli tenglama va umumiy yechim tushunchasi, bir jinsli bo'lmagan tenglamani yechish usullari va to'rtinchi reja amaliy misollar va fizik modellar. O'zgarmas koeffitsiyentli differensial tenglamalar tushunchasi. Chiziqli differensial tenglamalarning umumiy ko'rinishida quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi umumiy ko'rinishda yozib olamiz. Bu yerda o'zimizga ma'lumki, birinchi tartibda hosilasi A1, A0, A AN lar o'zgarmas koeffitsiyentlar, f at x berilgan funksiya. Agar bu yerda f at x funksiyamiz nolga teng bo'ladigan bo'lsa, bu tenglama bir jinsli. Agar berilgan f at x funksiya noldan farqli bo'ladigan bo'lsa, bir jinsli bo'lmagan deyiladi. Bir jinsli tenglamani qarab o'tamiz. Bir jinsli tenglama umumiy ko'rinishi, ya'ni bu yerda agar f at x'imiz nolga teng bo'ladigan bo'lsa, umumiy ko'rinishda mana bu shaklda yozib olishimiz mumkin. Bir jinsli bo'lgan tenglamani yechish usullari. Ya'ni bu yerda umumiy holda yechimimizni mana bu ko'rinishda olamiz. Bu ko'rinishga keltirish uchun xarakteristik tenglama tuziladi. Bu algebraik tenglamani ildizlariga qarab umumiy yechim topiladi. Algebraik ildizlari deganimizda bu tenglamamiz turli yechimga ega bo'lishi mumkin, takroriy yechimga ega bo'lishi mumkin yoki kompleks yechimga ega bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda, ya'ni turli ildizlarga ega bo'lgan, ya'ni turli haqiqiy ildizlarga ega bo'lgan holatni qarab o'tamiz. Turli haqiqiy ildizlarga ega bo'lganda buni, ya'ni R1, R2 haqida n yechimiga ega bo'lganda tenglamamiz umumiy yechimi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bunga bitta misol qarab o'tamiz. Ikkinchi tartib hosilasi -3 egrikning birinchi tartib hosilasi -2 egrik teng 0 ko'rinishda tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglama uchun xarakteristik tenglama tuziladi. Tenglamani tuzish tartibi quyidagicha. Ya'ni ikkinchi tartib hosilasi birinchi tartib hosilasini R deb va mana bu shaklda belgilab olamiz. Va natijada tenglama qo'yamiz. Bu tenglamani yechib R1 va R2 ya'ni turli yechimlarga ega ekanligini ko'rsatib o'tiladi. Keyingi holatda esa buning umumiy yechimini topishimizda, ya'ni x1 va y2 yechimlar topiladi va ularni qo'shib yig'indisidan, ya'ni berilgan mana bu ko'rinishdagi differensial tenglamani umumiy yechimi yoziladi. Keyingi holatimiz esa takroriy ildizlar. Takroriy ildizlar bo'lsa, ya'ni mana bu ko'rinishda umumiy yozishimiz mumkin yechimni. Bunga bitta misol qaraymiz. Berilgan differensial tenglamamiz ikkinchi tartib differensial tenglama berilgan bo'lsin. Bu differensial tenglama takroriy ildizlarga ega. Bu tenglama uchun xarakteristik tenglama tuziladi. Xarakteristik tenglamadan, ya'ni bu yerda R1 va R2 mana ko'rinib turibdi, yozayam. R1, R2 birga teng. Bu holatda birinchi yechimni y darajasi x ko'rinishda olamiz. Takroriy ildiz bo'lganligi uchun ikkinchi yechimimizni x y darajasi x ko'rinishda olamiz. Bu tenglama uchun umumiy yechim, ya'ni mana bu ko'rinishda yoziladi. Yoki qisqacha qilib y darajasi x ni chiqarib, ya'ni mana bu ko'rinishga keltira olamiz. Keyin, ya'ni uchinchi holatimizda kompleks ildizlarga ega bo'ladigan bo'lsa, bu ildizdan, ya'ni alfa plus bitta ko'rinishda. Ya'ni buning uchun umumiy yechim mana bu ko'rinishda ifodalanadi. Bunga bitta misol qaraylik. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi tenglama berilgan bo'lsa, bu tenglama uchun xarakteristik tenglama tuzamiz va kompleks ildizlarni topib olamiz. Kompleks ildizlar mana bu ikkimiz -i bo'lganligi uchun buning umumiy yechimini, ya'ni ildizlarni alfa plus -i bitta. Bu yerda o'zimizdan ma'lumki, alfamizni qiymati 0, bittamizni qiymati esa 1 ga teng. Umumiy yechimni yozishda, ya'ni alfa va bittani o'rniga qiymatlarni qo'yamiz va natijada yuqoridagi yig'indini olganimizda buning uchun umumiy yechim mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bir jinsli bo'lmagan tenglamani yechish usullari. Agar bizga f at x funksiyamiz noldan farqli bo'lsa, ya'ni uning ko'rinishi quyidagicha. Mana bu shaklda ko'rsatadi. Buning uchun, ya'ni umumiy yechimimiz mana bu shaklda bo'ladi. Bu yerda o'zimizdan ma'lumki, bu bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi, bu yerda bir jinsli tenglamaning xususiy yechimi. Xususiy yechimni topish usullari, ya'ni birinchi variatsiya usuli,
noaniq koeffitsiyentlar usuli xususiy hollarda bo'lishi mumkin. Agar f(x) quyidagi ko'rinishda berilgan bo'lsa, ya'ni ko'p xat ko'rinishda, mana bu shaklda yoki mana bu holatimizda berilgan bo'lishi mumkin. Bu holda xususiy yechimni topishda tajriba funksiyasi tanlanadi va unga noma'lum koeffitsiyentlar kiritiladi. Keyingi holatimizda yuqoridagilarga mos misollarni qarab o'tamiz. Yuqoridagiga qarab o'tdik. Mana bu guruhdagi tenglama. Ya'ni bu takroriy bo'lmagan, ya'ni har xil haqiqiy ildizlarga ega bo'lgan holatini. Ya'ni bu uchun o'zimizdan ko'rdikki, umumiy yechim mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi misolimizda, ya'ni umumiy yechim bir bo'lgani uchun. Ya'ni mana bu holatda olamiz. Ya'ni xarakteristik tenglamalar tuziladi. Tuzish natijasida keltirib olamiz. Bu ya'ni bu o'zimizdan ma'lumki, mana bu grupda tenglamamiz o'zi kompleksga kompleksga shuning uchun mana bunda umumiy va xususiy yechimlar topib, umumiy va xususiy yechimlarni yig'indisini mana bu ko'rinishda olishimiz mumkin. Ya'ni ikkalasini yozganimizda umumiy ko'rinish bo'ladi. Fizika yo'nalishi, ya'ni aynan fizika faniga qo'llanishida tezlik va siljish orasidagi bog'lanishni olishimiz yoki elektr zanjirlar, ya'ni konturlar siklus tarqalishi va to'lqinlar tenglamasi soddalashtirilgan holatlarda. Bunga bitta misol qaraymiz. Massasi m bo'lgan jism prujinaga osilgan. Ishqalanish yo'q deb olamiz. Jismning harakat tenglamasi quyidagi differensial tenglama bilan ifodalanadi. Bu holatimiz, ya'ni mana bu ko'rinishda uni yechishda, ya'ni endi bo'lib borib natijada buni xarakteristik tenglamalardan mana bu qiymatlarimiz olinadi. Bu uchun holda mana bu tabiiyki markar mana bu holatimizda keltirganimizda, ya'ni umumiy holda yechimimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Fizik ma'nosida bu tenglama garmonik tebranish tenglamasi hisoblanadi. Jism prujina ta'sirida sinusoida bo'yicha tebranadi deb qarashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.